Ko'plab Real Madrid muxlislari kutgan kunlar keldi va nihoyat Jose Mourinho Real Madridda. Ishonish qiyin, lekin bu rost. Buni shaxsan Fabrizio Romaноning o'zi tasdiqladi. Xo'p, Jose Mourinho keldi deylik. O'zi bilan kimlarni transfer qilib olib keladi? Bu haqida videoning oxirida gaplashamiz. Undan oldin like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, dastlabki reja 2 yillik, ya'ni 2 yillik shartnoma imzolagan va Jose Mourinho tez orada Real Madridga keladi degan xabarlar chiqmoqda. Videoni boshlayotgan transferim, ya'ni Barselonaning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lib kelayotgan Rashford. Jose Mourinho Real Madridga Rashfordni olib kelish bo'yicha kutilmagan transferni o'ylamoqda. Ayni paytda Barselona esa Manchester United hujumchisini doimiy shartnoma asosida sotib olish masalasida hali ham ikkilanmoqda. Mourinho avval ham Manchester Unitedda Rashford bilan ishlagan va munosabatlari yaxshi bo'lgan. Bilasizlar, 2010-yilda ketma-ket 2 mavsum yirik sovrin yuta olmagandan so'ng Jose Mourinho Real Madrid jamoasiga qo'shildi. Bu yil ham, ya'ni 2026-yilda ketma-ket 2 mavsum yirik sovrinsiz qolgandan keyin Jose Mourinho yana Real Madridga qaytmoqda. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu transferdan sizning kutilmalaringiz qanday va nimalarni xohlayapsiz? Izohlarda yozib qoldiring va bundan ham tezkor ma'lumotlarni bilish uchun sahifamiz Biosagi Telegram kanalimizga qo'shilishingiz mumkin.